Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi nalichidagi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Obunachilar, birinchi mashinamiz Tahoe 23 ga 24, 3,5 ming km yurgan, kraskalar top-toza, eng full pozitsiyada 4 vidish 7 kishilik kapitanskiy bo'ladi. 3,5 ming probeg. Narxiga kelsak, narxini $92,000 so'rayapmiz. Yana kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Obunachilar, ikkinchi mashinamiz Equinox. Mashinamiz 472 millionlik. Eng full pozitsiyada 4 vidishli Abduf Fara Supra'ning hamma navorati bor. $1,200 ga propan balonlar qo'yilgan. Narxiga kelsak $36,000 so'rayapmiz. Yana kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Obunachilar, keyingisi yana Equinox 472 millionlik 23-yil 15 ming km yurgan, kraskalar top-toza, 4 vidishli hamma navorati bor. Ponni shumka bo'lgan, krugoy tonirovka, morda bron bo'lgan. Buni narxini $34,000 so'rayapmiz. Obunachilar, keyingisi Malibu Premier. Mashinamiz koreyskiy 22-yil ishlab chiqarilgan, 24,800 yurgan, keramika bo'lgan, krugoy tonirovkalar bor. Ideal holatda mashinamiz. Buni narxiga kelsak $30,500 so'rayapmiz. Yana kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Obunachilar, xullas mana shu mashinamiz nalichida tayyor hammasi. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Barcha xizmatimiz bor. Nasiya savdo ham chiqadi. Kim kerak bo'lsa past nomer qoldiramiz, bemalol narxlar bo'yicha gaplashamiz. E'tibor uchun rahmat, xayr, salomat bo'linglar.